Assalomu alaykum. Xbox kompaniyasini kuzatayotgan kuzatuvchilar, sizlarga yana bir bor eslatib o'tamiz. Hozir birodarimiz yig'ishayotgan ekan. Ko'rsatib o'tamiz. Mana ichlari shu darajada keng bo'ladi. Bir etaji 1 kvadrat. Ilinchikaning oxirlari mana yechilib olinadi, tozalash uchun, boshqa uchun. Eshigini ham qo'ying. Mana shu holatda bo'ladi akalar. Mana chekkalarda plyumslari bor, axlatlar chekkaga turib qolmaydi. Orqasida suv paylka ilish uchun o'zgartirib olganmiz. Oldingisini bilsangiz boshqacha edi. Hozir o'zgartirib olganmiz. Mana bu suv paylkasini hozir tayyorlashyapti. Mana shu yerga ilinadi. Mana shu yerga ilinadi. Mana yana orqasida konditsioneri bor. Ochiladi, yopiladi. Tomonda mana kontrolleri bor. Datchigini bo'shatib senteriga osib qo'yiladi.